Qarisi bor uyning parisi bor deydilar. Viloyat statistika boshqarmasi xodimlari, mahalla faollari bilan birga Bo'yda tumanidagi Qoraqum mahalla fuqarolar yig'inini Zamondoshlar ko'chasi 44-uyda yashaydigan 130 yoshli Huvayda momo Umarova xonadoniga kirib bordik. Bizni momoning kenja o'g'illari To'raqul aka ochiq chehra bilan kutib oldi. Mana Allohga shukr shunchalik mana onamiz bor ekan, mana qancha insonlar, yaxshi insonlar mana kelib ketishyapti. Rahmat. Onamiz doim tayinlashadi. Shu yaxshi fazilatlardan bittasi bolam shukr qilgin. Shukr qilsang hamma narsa bo'ladi. Mana hozir zamonimiz tinch. Endi to'g'ri, endi hozir o'zimiz endi yashmasmiz, endi hali yoshlik qilib, noshukurchilik qilib qolsak, bolam nima qilmagan. Bizni ko'rgan nimalarni silab ko'rmanglar deydi. Qiyinchilik. O'sha paytlarda deydi, o'sha paytlar gapirib beradi ona. Shu avval pul yo'q deydi. O'sha uncha pul topib, hali qilsang deydi, harakat pul topsang deydi, o'g'ani narsa yo'q deydi. Buni zamonimizga qarag'in bolam to'qchilik deydi. Nima kiyaman desang kiysang, nima yeyman desang yesang deb o'shaning uchun ko'p jon bolam noshukurchilik qilmanglar. Shukr qilinglar deb ko'p takrorlaydi. Momo uchun qurilgan oddiy uy, xona yorug' va shinam. Bir piyola choy ichib, o'g'il qizlardan momo haqidagi qiziqarli voqea, hodisalarni tingladik. Keyin ichkariga momo huzuriga kirdik. Axir ziyoratga borishdan asosiy maqsad muddo ham duo olish. Xuddi shunday. Duoda gap ko'p. Duo olgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Yangi yil arafasida siz yo'qlab kelishdi. Bitta duo qilib bering endi, chiroyli qilib. Yaxshilik kunlar olsun, xursandchilik olsun, tinchlik olsun. Hadisi yaxshilik kunlar, xursandchilik kunlar. Orzular hamma kunlar Allohdan g'anib kutilmahimni go'shab qarinmaslar. Allohu akbar. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yer yuzidagi, dunyodagi yoshi eng ulug' ayol Huvayda momo bilan yuzma-yuz ko'rishish, ikki og'iz suhbatlashish, duolarni olish nasib etdi. Bugun mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlariga tayyorgarlik ishlari davom etyapti. Shu munosabat bilan momoga yuzlandik. Momoning xotirlashicha, o'tgan umri mobaynida u 6 marta ro'yxatdan o'tgan ekan. Buni onalardan eshitgan o'g'li To'raqul aka yaxshi eslaydi. Onamlarning aytish bo'yicha mana 1926-yildan 89-yilgacha qog'oz shaklida yozma ravishda ro'yxatga olingan ekan. Mana endi hozir 7-marotaba ro'yxatga o'tkaziladi. Men xalqimizni shu ro'yxatga olishda faol ishtirok etishini so'rab qolaman. O'zbekiston xalqini shu kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammamiz sog' salomat bo'laylik, iloyim yurtimiz tinch bo'lsin. Huvayda Umarova 1895-yil 1-yanvar sanasida Bo'yda tumanida tug'ilgan. Momo 40 yildan ortiq qishloq xo'jaligi sohasida halol mehnat qilgan. Huvayda momo turmush o'rtog'i Umrali Umarovdan 3 o'g'il, 4 qiz ko'rdi. 7 nafar farzandiga ham ona, ham ota bo'ldi. 32 nevara, 87 chevara, 118 evara momoning avlodlaridir. Onaxon shu otamni amaksini ayollari bo'lgan. Aka-ukani nevaralari bo'lib qolamiz-da. Onamning ismi Karomatxon. Huvayda xolam bilan biz xola deymiz-da. Men onam bilan bular bari birga ishlashib, birga yurib, gaplashib yurardi. Biz yonlarda aynalib yurardik. Meni onam o'tib ketgan. Endi undan qolgan yodgorlik. Momo ohista duoga qo'l ochdi. Yuzlaring hamisha yorug' bo'lsin bolajonlarim. Meni yo'qlab kelibsizlar. Ko'p yashanglar. Yangi yil yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik olib kelsin deb duo qildilar. Yurtimiz, elimiz, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Ağabeyler, abdurrahmanlar, işler, ağabeyler, sürülerdir. Bilmem yolları açık olsun. Kalan işler, ağabeyler, 130 yoshga kirgan Huvayda momoning fayzli xonadonidan bir olam taassurotlar bilan qaytdik. Bu xonadondan odamlarning oyog'i uzilmaydi.
Axir uzoq umr ko'ruvchilar xonadoni bu. Momoning tog'alari, ammalari 125, 130 yil umr ko'rishgan ekan. Demak, bu an'ana yana davom etadi.